Hozirgina qur'a marosimi tugadi. Birinchi raqibimiz Portugaliya, ikkinchisi Kolumbiya, uchinchisi o'zlaridan boshqa borligini hech kim bilmaydigan qaysidir komanda. Aylanib o'rgilib taqdirsizni yana Ronaldo bilan o'ynatyapti. Nima deysiz endi qur'a haqida? Qur'adan oldin aytdim-ku. Ha, to'g'ri. Portugaliya bilan tushamiz, Ronaldo bilan yana dedim. Xuddi shunaqa bo'ldi. Menimcha ko'p O'zbekiston muxlislari ham kutuvdi, yoki shu Ronaldoga qarshimi yoki shu Messiga qarshimi kutuvdi. Yaxshi bo'ldi Portugaliya bilan tushganimiz. Undan tashqari Kolumbiya ham bor. Kolumbiya ham juda ham yaxshi terma jamoa, xudo xolasa. Lekin biz ham xudo xolasa borib to'g'ri o'yinlar o'tkazib, Sami Glanni birinchi natijamiz shu guruhdan chiqish bo'ladi. Xudo xolasa buni uddalaymiz degan umiddaman. Inshaalloh yaxshi bo'lib ketib, zo'r sport formada boring jahon chempionati. Xudo xolasa. Jalol aka, Rustam aka, Qur'onni ko'rdingizmi? Albatta ko'rdik. Qanday endi fikrlaringiz? Fikrlar zo'r. To'g'risi mezbon jamoa tushishini xohladim. Lekin bo'lmadi, lekin o'zim xohlagandan ham zo'r komanda tushdi. O'zi quradan oldin bitta intervyu berdim. Primo efirda Portugaliya bilan nasib bo'lsa finalda o'ynaymiz degandim, bir guruhda tushdik. Balki birga chiqarmiz finalga Portugaliya. Balki, nimaga yo'q. Xudo xolasa. Bosamiz bu yoqqa. Zo'r bo'ladi. Mayli aka, omad. Rahmat.